Shu bachadon bo'yni saraton albatta ginekologga murojaat qilgandagina o'sha erta davrida aniqlanadi. Boshida bachadon bo'yni saratonlari aniqlanmaydi, ya'ni og'riq, hech narsa bezovta qilmaydi. Qindan qonli ajralmalar kelishi, kuchli og'riqlar berishi yoki aloqadan keyin qonli ajralmalar kelib qolishi, beldagi og'riqlar bezovta qilgandagina murojaat qilib kelishadi. Oldini olish uchun albatta ota-onalarimizga iltimos qilardik, erta turmush qurish mumkin emas. Chekish va zararli odatlar. Uchinchisi, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik. To'rtinchisi, shu bemorda doimiy asabiy holatlar bo'lishi natijasida bu reproduktiv holatga ta'sir qiladi. Bu narsani albatta ginekolog ko'rigiga borganda papilloma virus tekshiriladi. Shuning uchun siz albatta har 3 oyda, har chorakda ginekologga murojaat qilib tekshiruvdan o'tib turishingiz kerak.